MCDini haqida 100 ta fakt. Qani ketdik. MCDini o'zbekistonlik bloger qiz. Asl ismi Madina. Asosan TikTok orqali mashhurlikka erishgan. Toshkent shahrida istiqomat qiladi. Asosan reklamalarda model sifatida qatnashadi. Apple uzubi bilan hamkorlik qiladi. Eng ko'p tanqid qilingan qiz bola content maker hisoblanadi. MCDini ajoyib raqsga tushadi. Uning kichik ukasi ham bor. Onasiga 2 tomchi suvdek o'xshashadi. Yakudza unga MKdanay deb murojaat qiladi. Birinchilardan bo'lib Aslanboy bilan birga stream qilishgan. Aslanboy Madinaga streamda sevgi izhor qilgan. MCDini Ganves Toshkentga kelgan vaqtida u bilan ham ko'rishgan. Aslanboy MCDini xalq qizi deb ataydi. Grand Mobile bu iOS va Androidda mavjud bo'lgan multiplayer mobil o'yin bo'lib, unda siz har kim, masalan, qaroqchi yoki politsiyachi, biznesmen yoki siyosatchi bo'lishingiz, o'zingizga Gentra yoki Mercedes sotib olishingiz hamda qimmat qasrda yashashingiz mumkin. Video ostidagi havola orqali o'yinni yuklab oling va Vigetta promokodini kiritib, 30 ming rubl o'yin valyutasini 7 kunlik VIP hamda 3 kunlik gelik avtomobiliga ega bo'ling. Grand Mobile'ni qo'llab-quvvatlash uchun Play Market yoki App Store'dan ularga 5 baho beramiz. Madina Xitoy taomlarini yaxshi ko'radi. Yakudza bilan birga questda qatnashishgan. Yakudzani Grinch kostyumini kiyishga majbur qilgan. Hozirgi kunda asosan Yakudza bilan birga kontent qilishadi. Aslanboy va Yakudza bilan munosabatlari haqida har xil mishmishlar tarqalgan. Bu haqida Madina alohida video murojaat bilan barchasiga oydinlik kiritgan. Asosan rus tilida so'zlashadi. Kelajakdagi turmush o'rtog'ini qanday tasavvur qilish haqida aytgan. MCDini Qozog'istonda ham yashagan. Hip-hop to'garaklariga qatnashgan. Ovqat pishirishni yaxshi bilmaydi. Madina 2005-yilda tug'ilgan. Aslam yoki senatorni tanlash kerak bo'lganida Aslamni tanlagan. Madina Aslam bilan stream qilayotgan vaqtida Madinaga telefon qilib, Aslamni so'rashgan. PUBG o'ynashni yoqtiradi. Aslam Madinani streamga chaqirishdan oldin avval Instagramdan yozib, keyin telefon qilgan. Ammo ular orasida jinniy munosabatlar bo'lmagan. Madina hozirda asosan Instagramda reklamalarda suratga tushish bilan shug'ullanadi. YouTube'da Yakudza bilan birga chaturletkada stream qilib turishadi. Yakudza onasidan MCDiniga uylanish uchun ruxsat so'ragan. Yakudza bilan birga sayr qilishayotganda Toshkent City'da Madinani MKdanay deb chaqirishgan. 14-oktyabr kuni tug'ilgan. Hozirda yoshi 18da. Madina sapfir briketlaridan foydalanadi. Yakudzani streamlarda uraverib, xit qilib yuborgan. Sevgi izhorlariga rahmat deb javob beradi. Yakudza meni sevasanmi deganida javob berishdan qochgan. Madinaning barmoqlarida nuqsoni bor. Streamda Yakudzaning ustiga Red Bull to'kib yuborgan. MCDini serialda bosh rolda o'ynagan. Onasining ismi Nozi. Madinaning onasi Yakudza bilan telefonda gaplashganda, "Bu qaysi Shohruz?" deb so'ragan. Madina Yakudzani mashinasiga 200 ming so'mlik benzin quyib bergan. Bepulga ovqatlanmoqchi bo'lib, o'rniga o'sha joyni reklama qilib bermoqchi bo'lganida, kafe xodimlari ovqatlanishi uchun shunchaki uning kartasiga pul tashlab berishgan. Qo'shiq aytishni yoqtiradi. Yakudzani mashinasini moyka qilib bergan. Buvisining uyida supurishni o'rgangan va Yakudza Madinaga hovlisini supurtirgan. Yakudzaning YouTube kanalida bir o'zi PUBG o'ynab stream qilgan. Ushbu stream 2023-yil 12-avgust sanasida bo'lib o'tgan. 24 soat ha deyish o'rniga Yakudzaga miyovlab bergan. MCDini ekstremal attraksionlarni yaxshi ko'radi. Bitiruv kechasida malikalardek kiyinib borgan. 10 ming rubl donat uchun ham Yakudzani o'pmasligini aytgan. Madinaga hayt juda qattiq ta'sir qiladi. O'zi haqidagi gaplarga unchalik e'tibor bermaydi, ammo oilasiga qarata tosh otilsa, chiday olmaydi. Telegram kanalida aktiv faoliyat yuritadi. Toyota Supra avtomobilini yoqtiradi. Eng yoqtirgan avtomobili BMW M5 F90. 2023-yil yozda Dubayga sayohat qilgan. Telegram kanalida 6800 ga yaqin obunachilari bor. Sochlarni bo'yashni yoqtiradi. Sevgan gullari piyon. Madina mushuklarni yoqtiradi. Uyda kulrang mushuk boqadi. Sevimli brendi Dior. Madina Valorant o'yinini ham sevib o'ynaydi. Dubaydalik vaqtida uyni juda sog'ingan. Matematika fanini yomon ko'radi. Telegramda guruh ham mavjud va u yerda ba'zan video chatlar qilib turadi.
Ushbu guruhda 500 tadan ortiq obunachilar mavjud. Madina mashinada uxlashni yaxshi ko'radi. Telegram kanali 2023-yil fevral oyida ochilgan. Madina xoreografiya bilan professional darajada shug'ullanadi. Madina qo'rqinchli tush ko'rib uyg'onsa, qayta uxlashni xohlamaydi. Sababi o'sha tushni davomli ko'rishdan qo'rqadi. Rapper Rahimning ijodini hurmat qiladi va ular bir-birlariga TikTok va Instagramdan obuna bo'lishgan. O'z maktabi remonti uchun open budjetdan ovoz yig'ishga yordam bergan. Aslam hamda Shohruz bilan oralarida hech nima bo'lmaganligini ta'kidlaydi. MCDning tish doktorlaridan qo'rqadi. Madinada allergiya mavjud. Xokkey o'yinlarini yoqtiradi. Animelar ko'rishni ham kanda qilmaydi. Kasal bo'lishni yoqtiradi. Buning sababi unga kasal bo'lganida e'tibor va mehr berishlaridir. Madina ish va syomkalardan bo'sh vaqtini uyda o'tkazadi. Madina tog'larga sayohat qilishni ham yoqtiradi. MCDning Instagram akkauntida 237 mingdan ortiq obunachilar mavjud. Postlar soni esa 90 tadan ortiq. Madina reklama uchun alohida akkaunt ochgan va u yerda akkauntining aktivi haqida postlar joylangan. MCDning tirnoqlariga juda katta e'tibor qaratadi va parvarishlaydi. Chaqaloq jiyani ham bor. Hozirda ko'p vaqtini aynan shu chaqaloqqa g'amxo'rlik qilish bilan o'tkazadi. Hozirda iPhone 14 Pro telefonini ishlatadi. Do'stlar, mening Telegram kanalimga obuna bo'lishni unutmang va kommentariyada keyingi video kim haqida bo'lishini yozib qoldiring. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Rahmat.